Assalomu alaykum. Hozir men sizga hali hech kim sizga o'rgatmagan yangi 10-sinfda keltirilgan gutatsiya jarayonini o'rgataman. Gutatsiya jarayoni o'simliklar tunda namlik ko'p bo'lganda, tuproqda suv ko'p bo'lganda barg o'schalari yopiq vaqtida barglaridagi naychalar orqali barg chetidan suv tomchilarining oqib tushishi. Bu tomchilar o'rganilganda tarkibda mineral moddalar borligi aniqlangan. Bu havodagi prosta oddiy suv bug'i emasligi tajribada ko'rilgan va aynan o'simlikdan ajralib chiqqanligi aytib o'tilgan. Odatda o'simliklarda bargida barg o'schalari bo'ladi. Tarkibdagi suv mana shu barg o'schalari orqali bug'lanib tashqariga chiqadi. Lekin bu jarayonda tunda barg o'schalari yopiq bo'lganligi uchun o'simlik tuproqdan so'rib olgan suvni ortiqchasini mana shu naychalar orqali bosim ostida chiqib kelish jarayoni hisoblanadi. Mana shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.